Assalomu alaykum, qadrli quyosh ishqibozlari. Hozirda yangitdan quyonlarda ko'zga tashlanib qolinayotgan gribok kasali haqida ozgincha ma'lumot berib o'taman va uni davolash. O'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin va professional quyon ishqiboz akalarimiz borlar. Vodiyda misol uchun Sardor aka, Umid akalar shularning maslahatlarini misol uchun sizlar azizlar bilan baham ko'rish umididamiz. Hozir sizlar bilan gribokni davolashi, kasalning kelib chiqishi haqida ma'lumot beraman. Gribok bu hamma biladi, parazital bir teri kasalligi hisoblanadi. Hozirda buni davolashni men sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Sabablari bu nima desam, yuqumli kasal, changdan, boshqadan va turli bir holatlardan kelib chiqishi mumkin. Bizlarga gribok kasalini davolashda nimalar kerak bo'ladi? Sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi navbatda gribok quyonni oyoqlari gribok kasaliga chalingandan keyin oyoqda kuchli qichish natijasida quyon o'z oyog'ini tishlab yara qilib tashlaydi. Aksariyat holatlarda, ya'ni shaxsan menda shu holat ko'zga tashlangan. Birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Yara atrofida tushgan virus, bakteriyalarni, infeksiyalarni peroksidli vodorod suvi bilan yuvib tozalashimiz kerak. Ana keyin yara bo'lgan joylarini levomikol maz bilan ustini surkab qo'yishimiz kerak, teri to'qimalar bitishi uchun. Keyin quyon oyoq oralaridagi gribokni yo'qotish esa ivermektin suvini shpritsga tortib, mana bunaqangi shpritslarga tortib, o'sha har bir oyog'iga tomizib chiqishimiz kerak. O'sha teri to'qimasidagi o'sha oyoqlar orasidagi gribok, parazital teri kasalligi mana shu oddiygina ivermektin dorosi bilan ham bartaraf etishimiz mumkin va buni sizlarga hozir amalda ko'rsatib ketamiz. Mana bu Flandr quyonimiz. Bu kishi Qirg'izistondan kelgan. Hozirda bizlarda parvarish bo'lyapti. Jeleza привозной. 8 oylik. Ma'lumotlar uxa 23, ya'ni qulog'i 23, vazni 8 kilo. Bu quyonimizda mana shunday gribok kasali bo'lgan. Mana shu oyog'ida. Ko'rib turganingizdek, quyonning oyoqlari, panjalari orasida gribok paydo bo'lgan va kuchli qichishish natijasida quyon o'z oyog'ini tishlab tashlagan. Ko'rib turganingizdek, o'z oyog'ini tishlab tashlagan. Buni hozir bizlar davolaymiz. Birinchi navbatda oyoq ustini tozalaymiz. Oyoq usti va tash osti qismini tozalaymiz va undan keyin davolashni boshlaymiz. Birinchi navbatda bizga kerak bo'lgan peroksidli vodorod. Keyin bizlarga 4lik shpritsni olamiz. Bismillah. İçine peroksidli vodorodni to'ldiramiz. 4lik shpritsni o'zi bilan peroksidli vodorodni jo'natmaymiz. Aksincha, mayda shprits bilan jo'natamiz. Chunki bu nima desam, napor bilan yaralarni ichigacha yaxshi seviladi. Katta shpritsda katta bosim bilan dori birdan chiqib ketadi. Mayda shprits bilan esa dori terini hamma joyigacha yetib boradi. Bismillah. Quyonjon kelamiz. Bunda quyonni ag'darib bo'lmaydi, chunki yara quyonni bu tomonda turibdi. Ag'darib qo'ysak, yara bizga teskari bo'lib turadi. Mana shu holatda quyonni oyoqlarini peroksidli vodorod bilan tozalaymiz. Ko'rib turibsizlar mana. Hozir juda ham qichish bo'lyapti. Quyon g'ashi kelyapti. Chunki oyoq oralaridagi infeksiya tozalanyapti. Shu holatda quyon ancha asabiylashadi. Lekin biz o'z ishimizni to'xtamaymiz. Ya quyonjon, jim o'tirayinlar. Seni foydam uchun. Bu amaliyotni yana davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek, 4lik shpritsni manosi bilan
ignani birlik ignasi bilan dorini jo'natyapmiz. Bu kuchli bir bosim bo'lgandan dorilar hamma yoqqa yaxshi tarqaladi. Kuyonjon. Endi ozgina vaqt o'tgandan keyin quyonni ag'darib qo'yamiz. Oyoq ostidagi terilarni ham bir ko'zdan kechiramiz. Chunki oyoq ostida ham yaralar bo'lishi mumkin. Bismillah. Qadrli quyonshirozlar, ehtiyot bo'lasizlar. Xuddi mana shu holatda quyonimiz ozgina agressivni holatda bo'ladi. Misol uchun to'g'ridan to'g'ri uzatilgan qo'lingizga yoki ana qilgan holatingizga qo'lingizni tishlab olishi mumkin. Quyon tishlari juda o'tkir bo'ladi. Quyon ishqibozlari bilsalaringiz. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri uzatmaymiz, qo'limizni yuqoridan jo'natamiz. Bu holatda quyon sizni tishlay olmaydi. Agarda siz to'g'ridan jo'natasiz, quyonni holatini ko'ryapsiz. Sizga yaxshigina javobni qaytaradi. Uyingizdagi bobitdan ko'ra o'zi tishlaydi bu. Bismillah. Buni yopib olamiz. Shu kutilgan holat. Oyoq taglari ham yara bo'lib turibdi mana. Bu yarani tozalash kerak. Mana bu oyoq oralarida gribok hisoblanadi mana. Bunga yaxshi e'tibor bera olmaganmiz va mana shu kasallik avj olib ketgan. Xo'sh, ana endi yaraga ichidagi anonga yaralarga brovermektindan, ya'ni ivermektindan yara ustilariga sepamiz. Bismillah. Ayni o'sha zararlangan nerv to'qimalariga, misol uchun teri to'qimalariga mana shu dori orqali o'sha parazit hisoblanmish kasallikni ustiga sepamiz. Yonchani ag'darib qo'yamiz, ostiga qarab turadi. Mana ko'rib turganingizdek, oyoqlar ostiga ivermektinni sepdik va quyonni anchagina tinchlattiramiz, yana nasib bo'lsa xudo xolasa. Qanday quyon ishqibozlar, ko'rib turganingizdek, kasallikni qismi bo'yicha davolash haqida ma'lumot berib o'tdik. Keyingi quyonlarda uchrab turadigan kasallik haqida keyingi videolarimizda yana to'liqligicha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, qadrli quyon ishqibozlari, salomat bo'lasizlar. Videolarimizni qo'llab-quvvatlab, bitta yog'liqqina oshigan qo'llashalaringizni, bitta like-chalarni kutib qolamiz. Agar sizlarga manfaat tekkan bo'lsa albatta. Salomat bo'lasizlar quyon ishqibozlari.